Bugun men sizga juda muhim masalani tushuntirib bermoqchiman. Voyinkomat, ya'ni harbiy hisob organlari ayrim holatlarda odamning uyiga kelishi mumkin. Ayniqsa pensiya yoshidagi fuqarolar harbiy hisobda turganlar. Sobiq harbiy xizmatchilar, zaxiradagi ofitserlar, shuningdek ularning oila a'zolari bu ma'lumotni albatta bilib qo'yishi kerak. Chunki ko'pchilik men pensionerman, menga bu tegishli emas deb o'ylaydi. Ammo amaliyotda hujjat. Ro'yxat, chaqiruv qog'ozi aniqlashtirish, tibbiy ma'lumot yoki zaxira hisobini tekshirish masalasida savollar paydo bo'lishi mumkin. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Men sizga kim xavotir olishi kerak? Kim xotirjam bo'lishi mumkin? Voyinkomat vakili uyga kelsa nima qilish kerak? Qanday hujjatlarni tayyorlab qo'yish kerak va eng asosiysi, qanday xatolarga yo'l qo'ymaslik kerakligini oddiy tilda tushuntiraman. Kanalga hoziroq obuna bo'ling, like bosib qo'ying. Chunki bunday ma'lumotlar bir kun sizga yoki yaqinlaringizga juda kerak bo'lib qolishi mumkin. Avval qanday edi? Ilgari ko'p masalalar odatda odamning o'zi voyinkomatga borishi orqali hal qilinardi. Masalan, chaqiruv qog'ozi keladi, fuqaro belgilangan kunda boradi, hujjatlarni ko'rsatadi. Tibbiy ko'rikdan o'tadi yoki hisob ma'lumotlarini yangilaydi. Zaxiradagi fuqarolar ham ayrim vaqtlarda ro'yxatni aniqlashtirish uchun chaqirilardi. Ko'pchilikning tushunchasida voyinkomat faqat yosh yigitlarga, muddatli harbiy xizmatga chaqiriladiganlarga yoki armiyaga boradiganlarga tegishli edi. Lekin hozirgi holatda harbiy hisob masalasi ancha kengroq tushuniladi. Harbiy hisob faqat armiyaga chaqirish degani emas. Bu davlatda qaysi fuqarolar harbiy majburiyatga ega? Kim zaxirada turibdi? Kim xizmat qilgan? Kimning sog'lig'i bo'yicha cheklovi bor? Kimning yoshi hisobdan chiqarishga yetgan? Kim boshqa hududga ko'chgan? Kim vafot etgan? Kimning hujjatida xato bor? Shularning hammasini aniqlashtirish tizimidir. Mana shu sababli voyinkomat vakillari ba'zan uyma-uy yurib ma'lumotlarni tekshirishi, chaqiruv qog'ozini topshirishi yoki fuqaroning holatini aniqlashtirishi mumkin. Bu har doim ham sizni olib ketishadi degani emas. Ko'p hollarda bu oddiy hisob-kitob, hujjatlarni yangilash, zaxira ro'yxatini tozalash yoki ma'lumot bazasini to'g'irlash bo'ladi. Ammo odam buni bilmasa, qo'rqadi, eshikni ochmaydi, noto'g'ri gapirib qo'yadi yoki hujjatni o'qimasdan imzo chekadi. Eng katta muammo ham shunda. Men ekspert sifatida bir narsani aniq aytaman. Voyinkomat vakili uyga kelganda eng birinchi vazifa vahima qilmaslik, lekin beparvo ham bo'lmaslik. Har bir qadamni qonuniy, xotirjam va hujjat asosida bajarish kerak. Birinchi navbatda bu masala harbiy hisobda turgan erkak fuqarolarga tegishli. Odatda odamlar men 45 yoshdaman, menga aloqasi yo'q dedi. Aslida esa harbiy hisobda turish yoshi, unvon, xizmat turi, sog'liq holati va zaxira toifasiga qarab farq qilishi mumkin. Masalan, oddiy askar sifatida xizmat qilgan fuqaro bilan zaxiradagi ofitserning hisobdan chiqarilish yoshi bir xil bo'lmasligi mumkin. Shuning uchun qo'shnimni chaqirishmadi, demak meni ham chaqirishmaydi degan xulosa noto'g'ri. Ikkinchi toifa sobiq harbiy xizmatchilar. Masalan, odam 20 yil oldin xizmat qilgan, keyin oddiy ishga o'tgan. Hozir pensiyaga chiqqan bo'lishi mumkin. U o'zini allaqachon bu tizimdan chiqib ketgan deb o'ylaydi. Lekin agar harbiy biletda zaxira holati ko'rsatilgan bo'lsa, voyinkomat uning ma'lumotlarini aniqlashtirishi mumkin. Bu yerda gap majburiy olib ketish haqida emas, balki hisobning to'g'ri yuritilishi haqida ketmoqda. Uchinchi toifa pensiya yoshidagi erkaklar. Aynan shu joyda ko'pchilik adashadi. Pensiyaga chiqish bilan harbiy hisobdan avtomatik tarzda chiqib ketish har doim ham bir xil tartibda bo'lmaydi. Masalan, odam pensiya yoshiga yetgan, lekin harbiy hisob hujjatida eski manzil turibdi. Yoki u boshqa tumanga ko'chgan, lekin voyinkomatga xabar bermagan. Natijada xodimlar eski ro'yxat bo'yicha uni izlaydi, uyiga keladi, oila a'zolaridan so'raydi. Bu holatda odam meni nega bezovta qilyapti deb jahli chiqmasligi kerak. Eng to'g'ri yo'l hujjatlarni ko'rsatib hisobni yangilash. Keling, oddiy misol qilaman. 63 yoshli Akmal aka bor. U 1980 yillarda harbiy xizmatni o'tagan. Keyin zavodda ishlagan, hozir pensiyada. U 10 yil oldin boshqa tumanga ko'chgan. Lekin harbiy hisob bo'yicha manzilni o'zgartirmagan. Bir kuni voyinkomat vakili eski manzilga keladi. U yerda Akmal akaning o'g'li yashaydi. Vakil Akmal aka shu yerdami deb so'raydi. O'g'li qo'rqib yo'q bilmayman deb qo'pol javob beradi. Aslida bu yerda hech qanday qo'rqinchli narsa yo'q edi. Faqat Akmal akaning
yangi manzili, pensiya guvohnomasi, pasporti va harbiy bileti asosida ma'lumotni yangilash kerak edi. Lekin noto'g'ri munosabat vaziyatni cho'zib yuboradi. Yana bir misol. 58 yoshli Sobir aka zaxiradagi ofitser. U oddiy fuqaro sifatida ishlagan, hozir pensiyaga yaqin. Unga bankomatdan chaqiruv qog'ozi keladi. U men yosh emasman, bormayman deydi. Bu xato. Agar chaqiruv qog'ozi rasmiy bo'lsa, unda qayerga, qachon, nima sabab bilan borish kerakligi yozilgan bo'ladi. Borib aniqlashtirsa, ehtimol faqat hujjatlarni yangilash kerak bo'ladi. Bormasa, keyin nega kelmadingiz degan savol tug'iladi. Shuning uchun men doim aytaman, rasmiy chaqiruvni e'tiborsiz qoldirmang, lekin o'qimasdan, tushunmasdan imzo ham chekmang. Kimlar kamroq xavotir olishi mumkin? Agar fuqaro harbiy hisobdan qonuniy chiqarilgan bo'lsa, yoshi bo'yicha yoki sog'lig'i bo'yicha aniq hujjatga ega bo'lsa, uning harbiy bileti yoki tegishli ma'lumotnomalarda bu ko'rsatilgan bo'lsa, odatda katta muammo bo'lmaydi. Lekin baribir hujjatlar tartibli bo'lishi kerak. Men bilaman degan gap yetarli emas. Hujjat gapiradi. Pasport, harbiy bilet, pensiya guvohnomasi, nogironlik bo'lsa tibbiy hujjatlar. Yashash manzili bo'yicha ro'yxatdan o'tganlik ma'lumotlari tayyor bo'lishi kerak. Uyga kelish tartibida yana bir muhim jihat bor. Voyinkomat vakili kelsa, siz undan o'zini tanishtirishini, xizmat guvohnomasini ko'rsatishini so'rashingiz mumkin. Bu sizning oddiy ehtiyotkorlik huquqingiz. Chunki bugungi kunda firibgarlar ham bor. Kimdir voyinkomatdan keldim deb odamdan pul so'rashi, hujjatini olib ketishi yoki qo'rqitishi mumkin. Rasmiy xodim odatda kimligini aytadi, nima sabab bilan kelganini tushuntiradi. Hujjat topshirsa, unda sana, manzil va borish sababi bo'ladi. Agar sizga chaqiruv qog'ozi berilsa, uni diqqat bilan o'qing. Unda sizning familiyangiz, ismingiz, otangizning ismi to'g'ri yozilganmi? Tug'ilgan yil to'g'rimi? Qaysi tashkilotga borish kerak? Qaysi sana va soatda? Sabab nima? Tibbiy ko'rikmi? Hisobni aniqlashtirishmi? Hujjat topshirishmi? O'gu yig'inimi yoki boshqa masalami? Mana shu savollarni aniqlamasdan turib imzo chekish yaramaydi. Imzo bu men hujjatni oldim degan tasdiq bo'lishi mumkin. Keyin siz men bilmagan edim desangiz, sizning imzoyingiz borligi ko'rsatiladi. Endi aynan pensionerlar haqida batafsil gapiraman. Pensiya yoshidagi odamlar ko'pincha sog'lig'i, doimiy dori-darmoni, oilaviy sharoiti, nogironligi yoki parvarish majburiyati tufayli voyinkomatga borishdan xavotir oladi. Men buni yaxshi tushunaman. Ammo masalani og'irlashtirmaslik uchun oldindan tayyorlanish kerak. Agar siz pensioner bo'lsangiz va harbiy xizmatda bo'lgan bo'lsangiz, harbiy biletingizni topib qo'ying. Ko'p odamlar harbiy biletni eski papkaga solib 20 yil ochmaydi. Keyin kerak bo'lganda topolmaydi. Hujjat yo'qolgan bo'lsa, bu ham alohida muammo. Yo'qolgan hujjatni tiklash kerak bo'ladi. Agar voyinkomat vakili kelib, harbiy biletni ko'rsating desa, siz qayerdadir bor edi deb bir hafta qidirsangiz, jarayon cho'ziladi. Ikkinchidan, pensiya guvohnomasi yoki pensiya olishingizni tasdiqlovchi hujjat nusxasini tayyorlab qo'ying. Bu sizning ijtimoiy maqomingizni ko'rsatadi. Uchinchidan, sog'liq bilan bog'liq hujjatlar muhim. Masalan, yurak kasalligi, qon bosimi, diabet, operatsiya, nogironlik, harakatlanish cheklovi bo'lsa, bular og'zaki aytilmasligi kerak. Poliklinika ma'lumotnomasi, kasallik tarixi, tibbiy komissiya xulosasi, nogironlik guvohnomasi bo'lsa, nusxalarni tayyorlab qo'yish kerak. Masalan, 66 yoshli Rasul aka yurak operatsiyasini boshdan o'tkazgan. Unga hisob ma'lumotlarini aniqlash uchun kelishadi. Rasul aka asabiylashib, men kasalman, meni tinch qo'yinglar dedi. Lekin hujjat ko'rsatmaydi. Xodim esa og'zaki gapni ro'yxatga asos qilib ololmaydi. Agar Rasul aka operatsiya haqidagi tibbiy xulosa va kardiolog ma'lumotnomasi, dori ro'yxati va pensiya guvohnomasini ko'rsatsa, masala ancha tez va madaniyatli hal bo'ladi. Bu yerda hujjat odamni himoya qiladi. Yana bir muhim masala yashash joyi. Agar siz ro'yxatda boshqa manzilda turib, amalda boshqa joyda yashasangiz, voyinkomat sizni topolmaydi. Keyin sizga nisbatan chaqiruvga kelmadi yoki ma'lumotni yashirdi degan tushunmovchilik chiqishi mumkin. Shuning uchun manzil o'zgargan bo'lsa, tegishli organlarga xabar berish kerak. Ayniqsa harbiy hisobda turganlar boshqa tuman yoki shaharga ko'chsa, bu masalani e'tiborsiz qoldirmasligi kerak. Men pensionerlarga shuni maslahat beraman. Uyda bitta alohida papka qiling. Uning ichiga pasport nusxasi, harbiy bilet nusxasi, pensiya guvohnomasi nusxasi, tibbiy hujjatlar, nogironlik bo'lsa guvohnoma, doimiy yashash manzili bo'yicha hujjat
telefon raqamlar va yaqin qarindoshlarning kontaktlarini joylang. Papka faqat voyinkomat uchun emas. Tez yordam pensiya jamg'armasi, mahalla, bank, notarius, poliklinika masalalarida ham kerak bo'ladi. Endi eng nozik joylarga o'tamiz. Birinchi xato: eshikni ochmasam muammo yo'qoladi deb o'ylash. Yo'q, muammo yo'qolmaydi. Agar rasmiy chaqiruv yoki hisob aniqlashtirish bo'lsa, siz eshikni ochmaganingiz bilan jarayon tugamaydi. Aksincha, keyin xodimlar orqali, telefon orqali, qarindoshlar orqali yoki boshqa yo'l bilan aniqlashtirishga harakat qiladi. Bu esa siz uchun noqulayroq bo'lishi mumkin. Ikkinchi xato: men pensionerman, menga hech narsa qila olmaydi deb qo'pol gapirish. Pensioner bo'lish hurmatga loyiq maqom albatta, lekin rasmiy hujjat ishida hurmat bilan, tartib bilan gaplashish kerak. Agar siz haq bo'lsangiz ham qo'pol muomala vaziyatni yomonlashtiradi. Men doim tavsiya qilaman. Gapni sokin boshlang. Iltimos, o'zingizni tanishtiring. Qaysi masala bo'yicha keldingiz? Qanday hujjat bor? Men hujjatni o'qib chiqay deb ayting. Uchinchi xato: pul berish yoki tanish orqali hal qilishga urinish. Agar kimdir sizga pul bersangiz ro'yxatdan chiqarib qo'yamiz yoki chaqiruvni bekor qilamiz desa, bu juda xavfli signal. Rasmiy masalalar rasmiy hujjat bilan hal qilinadi. Pul berish nafaqat zararli, balki sizni firibgarlikka yoki qonuniy muammoga olib kirishi mumkin. Men bunday holatda darhol xodimning ism, familiyasini, qaysi bo'limdan kelganini aniqlashni va kerak bo'lsa yuqori tashkilotga murojaat qilishni maslahat beraman. 4-xato: hujjatga o'qimasdan imzo chekish. Ba'zan odamlar mayli tezroq ketsin deb imzo qo'yadi. Keyin qarasa, unda belgilangan kunda bo'lish majburiyati bo'lgan yoki hujjatni oldim degan joyga imzo qo'ygan. Men sizga aniq aytaman, har qanday qog'ozni o'qing. Agar ko'zingiz yaxshi ko'rmasa, farzandingizga, qo'shningizga yoki ishonchli odamga o'qiting. Tushunmagan joyingizni so'rang. Bu odobsizlik emas, bu huquqiy savodxonlik. 5-xato: tibbiy hujjatlarni yangilamaslik. Odamda kasallik bor, lekin oxirgi ma'lumotnoma 7 yil oldingi. Bugungi holatni tasdiqlovchi yangi hujjat yo'q. Rasmiy organlar esa yangi ma'lumot so'rashi mumkin. Agar sog'lig'ingizda jiddiy muammo bo'lsa, poliklinikaga boring, shifokor ko'rigidan o'ting, tegishli xulosalarni oling. Ayniqsa yurak, qon bosimi, o'pka, diabet, buyrak, harakatlanish, ko'rish va eshitish bilan bog'liq kasalliklar bo'lsa, hujjatlar tartibli bo'lsin. 6-nozik masala: oila a'zolari nima deyishi kerak? Masalan, voyinkomat vakili keladi, otangiz uyda yo'q, farzandlari qo'rqib ketadi. Eng to'g'ri javob: otam hozir uyda emas. Iltimos, qaysi masala bo'yicha kelganingizni ayting. Hujjatingizni ko'rsating. Chaqiruv qog'ozi bo'lsa qoldiring yoki qayta kelish tartibini tushuntiring. Lekin yolg'on gapirmang. Bu odam bu yerda yashamaydi deb yolg'on aytish keyin muammo tug'dirishi mumkin. Agar haqiqatan boshqa joyda yashasa, to'g'ri manzilni qanday tartibda berish mumkinligini aniqlashtiring. 7-masala: agar odam yotoq holatda bo'lsa, masalan, keksa pensioner yurmaydi, og'ir kasal, o'zi voyinkomatga bora olmaydi. Bu holatda qarindoshlar shunchaki u bora olmaydi deb aytib qo'ymasligi kerak. Tibbiy ma'lumotnoma, shifokor xulosasi. Parvarishga muhtojligi haqida hujjat bo'lsa, voyinkomatga yozma ravishda murojaat qilish kerak. Murojaatda falonchi fuqaro sog'lig'i sababli shaxsan kela olmaydi. Ilova sifatida tibbiy hujjatlar taqdim etiladi. Masalani uyda yoki vakil orqali ko'rib chiqishingizni so'raymiz deb yozish mumkin. Yozma murojaat keyin dalil bo'lib qoladi. Endi aniq qadamlarni aytaman. Birinchi qadam: hujjatlaringizni tekshiring. Pasportingiz amal qiladimi? Familiya, ism to'g'ri yozilganmi? Harbiy bilet bormi? Undagi ma'lumotlar o'qiladimi? Pensiya hujjatlari joyidami? Tibbiy hujjatlar yangimi? Agar harbiy bilet yo'qolgan bo'lsa, buni yashirib yurmasdan tiklash tartibini so'rab murojaat qiling. Ikkinchi qadam: manzilingizni aniqlashtiring. Qayerda ro'yxatdan o'tgansiz va amalda qayerda yashaysiz? Agar farq bo'lsa, bu farq rasmiy masalalarda muammo tug'dirishi mumkin. Harbiy hisobda turgan bo'lsangiz, boshqa hududga ko'chganingizda hisobni ham ko'chirish kerak bo'lishi mumkin. Buni mahalla migratsiya va fuqarolikni rasmiylashtirish bo'limi yoki tuman mudofaa ishlari bo'limi orqali aniqlashtiring. 3-qadam: voyinkomat vakili uyga kelsa, avval uning shaxsini aniqlang. Xizmat guvohnomangizni ko'rsating. Qaysi bo'limdansiz, nima sabab bilan keldingiz deb so'rang. Agar u haqiqiy xodim bo'lsa, buni normal qabul qiladi. Agar odam asabiylashsa, pul so'rasa, hujjat ko'rsatmasa, ehtiyot bo'ling.
Bunday holatda eshik oldida uzoq tortishmang. Mahalla vakilini chaqirish yoki tegishli bo'limga telefon qilish mumkin. 4-qadam. Berilgan qog'ozni to'liq o'qing. Agar chaqiruv qog'ozi bo'lsa, sanni yozib oling. Kechikmang. Agar o'sha kuni bora olmasangiz, oldindan telefon qilib yoki yozma murojaat qilib sababini bildiring. Masalan, shifoxonada yotsangiz, yo'lda bo'lsangiz, og'ir kasal qarindoshingizni parvarish qilsangiz, buni hujjat bilan tasdiqlang. Shunchaki bormaslik eng noto'g'ri yo'l. 5-qadam. Voyinko'matga borganingizda yolg'iz bormaslik mumkin. Ayniqsa yoshi katta odam bo'lsa, o'g'li, qizi, turmush o'rtog'i yoki ishonchli qarindoshi bilan borishi yaxshi. Qarindosh hujjatlarni ko'tarishga, savollarni eslab qolishga, kerak bo'lsa yozib olishga yordam beradi. Lekin u yerda janjal qilish, xodimga bosim o'tkazish, telefon bilan agressiv suratga olish vaziyatni yomonlashtirishi mumkin. Xotirjam, hujjatli, izchil harakat qiling. 6-qadam, yozma ariza yozishni o'rganing. Agar sog'lig'ingiz sababli bora olmasangiz, arizada quyidagilar bo'lsin. Kimga yozilmoqda, kimdan yozilmoqda, pasport ma'lumotlari, manzil, telefon raqam, masalaning mazmuni, ilova qilinayotgan hujjatlar ro'yxati, sana va imzo. Masalan, sog'lig'im sababli belgilangan kunda kelish imkonim yo'q. Tibbiy ma'lumotnoma ilova qilinadi. Boshqa sana belgilashingizni yoki masalani qonuniy tartibda ko'rib chiqishingizni so'rayman deb yozish mumkin. Arizaning bir nusxasini o'zingizda qoldiring. Topshirgan bo'lsangiz, qabul qilinganini tasdiqlovchi belgi yoki ro'yxat raqamini olishga harakat qiling. 7-qadam, telefon orqali aytilgan gapga to'liq tayanmang. Ba'zan kimdir qo'ng'iroq qilib, ertaga keling deydi. Telefon orqali chaqirish ham ma'lumot berishi mumkin, lekin rasmiy masalada yozma chaqiruv yoki aniq hujjat muhim. Telefon qilgan odamdan ism familiyasini, lavozimini, qaysi bo'limdanligini, nima sabab bilan chaqirayotganini so'rang. Agar shubha bo'lsa, tuman mudofaa ishlari bo'limining rasmiy raqamiga o'zingiz qo'ng'iroq qilib tekshiring. 8-qadam, firibgarlardan ehtiyot bo'ling. Hech kimga pasportingizni, harbiy biletingizni, bank kartangizni, PIN kodni, SMS kodni bermang. Rasmiy xodim sizdan bank kodi so'ramaydi. Jarimani hozir karta orqali to'lang. Ro'yxatdan chiqarish uchun pul tashlang. O'g'lingizni chaqirmaslik uchun mana bu raqamga yuboring degan gaplar firibgarlik bo'lishi mumkin. Bunday holatda darhol yaqinlaringiz bilan maslahat qiling va rasmiy organlarga murojaat qiling. 9-qadam, oilada oldindan gaplashib oling. Agar otangiz yoki bobongiz pensioner bo'lsa, ularning hujjatlari qayerda turganini farzandlar bilsin. Uyga rasmiy xodim kelsa, kim gaplashadi? Qaysi raqamga qo'ng'iroq qilinadi? Qaysi papka ko'rsatiladi? Bular oldindan aniq bo'lsin. Chunki ko'p muammolar qo'rquvdan emas, tayyorgarlik yo'qligidan chiqadi. 10-qadam, kerak bo'lsa, yuridik maslahat oling. Agar sizga tushunarsiz talab qo'yilsa, hujjatda noma'lum bandlar bo'lsa, sizni qo'rqitishsa yoki sog'lig'ingiz inobatga olinmayotgandek tuyulsa, malakali yuristga murojaat qiling. Har bir vaziyat alohida. Internetdagi umumiy maslahat yordam beradi. Lekin aniq hujjatni ko'rmasdan yakuniy xulosa chiqarib bo'lmaydi. Yana bir muhim jihatni aytaman. Voyinko'matga borish har doim ham yomon natija degani emas. Ko'p hollarda odam boradi, hujjatni ko'rsatadi. Ro'yxat yangilanadi va masala yopiladi. Masalan, 61 yoshli fuqaro keladi. Uning harbiy biletida eski manzil, eski ish joyi turibdi. U yangi pasport nusxasini, pensiya hujjatini beradi. Xodimlar ma'lumotni to'g'rilaydi. Tamom. Lekin u bormaganida bu oddiy ish bir necha oyga cho'zilishi mumkin edi. Shuning uchun mening asosiy pozitsiyam shunday: qonuniy chaqiruvni e'tiborsiz qoldirmang, lekin har qanday talabni ham tekshirmasdan bajarmang. Hujjat bilan ishlang. Xotirjam gapiring. Sog'liq bo'yicha dalilingiz bo'lsa, uni rasmiy ko'rsating. Yoshingiz, pensiya holatingiz, nogironligingiz yoki oilaviy sharoitingiz bor bo'lsa, bularning hammasi og'zaki emas. Yozma tasdiq bilan kuchli bo'ladi. Bugun men sizga voyinko'mat vakili uyga kelishi nimani anglatishi, pensionerlar nimaga tayyor turishi, kimlar xavotir olish kerakligi va qanday hujjatlar muhimligini batafsil tushuntirdim. Eng muhim xulosa shuki, vahima qilmang, lekin beparvo ham bo'lmang. Harbiy bilet, pasport, pensiya guvohnomasi, tibbiy hujjatlar va yashash manzili bo'yicha ma'lumotlaringiz tartibda bo'lsin. Agar uyga xodim kelsa, avval o'zini tanishtirishini so'rang, hujjatni o'qing, tushunmagan joyingizni aniqlashtiring. Kerak bo'lsa yozma murojaat qiling. Pul bermang. Firibgarlarga ishonmang. Imzo qo'yishdan oldin matnni o'qing.
Ayniqsa pensioner ota-onangiz bo'lsa, bugunoq ularning hujjatlarini bir joyga yig'ib qo'yishga yordam bering. Sizning hududingizda voenkomat vakillari uyma-uy yurib ma'lumot aniqlashtiryaptimi? Siz yoki tanishlaringiz shunday holatga duch kelganmisiz? Fikringizni izohlarda yozing. Boshqalarga ham foydasi tegadi. Videoni foydali deb bilsangiz like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga yuboring. Bunday ma'lumotni oldindan bilgan odam o'zini ham, oilasini ham ancha yaxshi himoya qiladi.